Yaxshimizlar ko'pchilik. Ko'rininglardek bugun o'rganmoqchi bo'lgan so'roq sayimiz shu cheyizdan foydalanib yasalgan so'roq say. Eng avval cheyizni shu holatda yerib, muvofiq miqdorda oqachiq suv qo'yib, birdan so'roq suv ichilab qo'yamiz. Oqachiq suv qo'yishdagi maqsad do'stlar shu teshidagi qora bo'lib qolgan dog'larni chiqarib yetish. Ketarlik materiallarni shavson samsaq, shu ochiq, kichik much ham ko'rininglardek shansay bularni tayyorlab elib oldik. Suv qaynagandan keyin ustiga qasqanni qo'yib, abayqi shu cheyizni shundan ustiga dumlaymiz 10 minut. Nəhayət yaxshi pishadi, shu usulni qo'llansak. 10 minutdan keyin buni elib birdan sovutimiz do'stlar. Endi bosqichda bo'lsa, shu azroq mayni qizitib qozonda telyonni tashlaymiz. Mayni ustiga bevosita qo'ydik. Ammo bo'lsa shoncho, hozir qo'yganimiz xavyo, achchiq suv, oq shakar, tuz, jijing. Shularni qo'yib bo'lgandan keyin tekshirib bir aralashtirdik, do'stlar. Endi bosqichda bo'lsa, shu cheyizni sovigandan keyin buni qo'limiz bilan ajratamiz. Bunda qilganda texim yaxshi tem kirdi. Buni ustiga bevosita to'kdik, ya'ni telyonni. Buni ustiga shansayni to'kdik. Nəhayət o'xshagan yeyishlik bo'lgan. Cheyizdan yasalgan so'roq sayimiz asli bo'ldi. Yaxshi ko'rgan xonim qizlar shu tomoqni sinab muzokara to'pimizga avasanglar bo'ldi. Bugungi dars shu yerda tamom.